Akalar, Chimayev bilasizlar, 9-mayda tushyapti-yu. Bilet narxini nech pulligini bilasizmi, Abdurahmon aka? Lekin men $8 bor ekanman, tushmayman. U pulni Akalar qaranglar, mana Amerikada, Nyu-Jersida bo'lyapti. Xo'p, UFC ni mana jang bo'ladigan territoriyasi. Bilet narxini eshitib men jinni bo'lib qoldim, mana qaranglar. Mana shu joy qancha ekan? mana qarang, $58,500 Abdurahmon aka. Oke, jang qilamizmi ikkalamiz? Normal odam tushadi lekin kerakli. Bunyodkor stadionda. Okey, qarang Abdurahmon aka, men bu yerda mana eng tepasida men bu yerda. Abaka yutqizib beraman men sizga. Qarang, eng tepasi narxini qarang. Ishni oldida stalba ham bor. $500 mashina o'zi bor-ku. Akalar qaranglar. Normalniy sotqa qilar ekanda, UFC bor, bilet o'zidan. Bu bilet reklamadan qancha barakalla. Gap yo'q. Obunachilarimizga bitta bilet sovg'a qila olmaysan? Ya, o'zimga bilet topa olmaymiz, Otabek ham bilan mana. Nima qilamiz, tushamizmi? Yo'q, Tushamiz. Otabek bilan urushaman. O'shani biletini sotamiz. Bunyodkor stadion. Men yutqizib beraman. Qani bo'ldi. Sizlarga savol, obunachilar, Abdurahmon akam bilan Otabek akammi? Xo'p, bo'yini nech pulga olgan bo'lardinglar biletini? 1,5 ming deyshadi. So'm. Sizlarga ya UFC'ga men qoyil qoldim akalar. Prosta miyani portlatdi. $58,000 ga ham bilet bo'ladimi? Aka, nima? Bu bilasizlarmi nimani kuchi $58,000? Aka, Chimayev tushayotganligi uchun bilet narxi bunaqa bo'lib ketgan. Bor yo'q, 4 ta qolgan o'shandan ham. Boshqa yo'q. O'sha gap yo'q lekin.